160 million so'm bilan Yashil dunyodan 3 xonali uyli bo'ling. Hozirgi manzilimiz ko'rib turibsiz, Yashil dunyo va kinoteatr domlari. 9 qavatli uylarning 9-qavatda umumiy maydoni 72 kvadrat bo'lgan 3 xonali uyimiz sotuvda. Narxi 160 million so'm. Hozirdan bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Birgalikda xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingiz tashqi eshikdan kelishimiz bilan to'g'rimizda mehmonxonasi. Mehmonxonadan tanishish boshlaymiz. Aytgancha boshlang'ich to'lov 160 million so'm, bankda 268 million so'm qarz qo'ygan. Umumiy summasi 428 million so'm 3 xonali g'ishtli uylardan bo'lyapti. Tezda shoshilamiz. Eng asosiysi hojatxona bilan dushovoy razdelni, gaz, suv, sveti aslo muammo yo'q. Bu yerda esa oshxonasi hisoblanadi. 9-qavatda liftlar bez atkasi 24/7 ishlaydi. Tezda shoshilamiz. 9-qavatdan shahar atmosferasining ko'rinishi, bog'lanishi nomer 99 kodi bilan 716 53 78 videoga like bosishni unutmang. Bu yerda esa detskiy xonasi 3-xonasi, ya'ni va yaqinlaringizni tashlab qo'ying.